Qo'sholmayman. Beradigan bo'lsangiz, oldingi safar 40 qildim, bermadingiz. Beringni xudozorim qildim. Ketishni oldi ham aytdim, qaytib kelsangiz bunaqa so'ramayman men dedim. Unisi ham aniq, hamma shu gapni aytaman. Agar beradigan bo'lsangiz, naq 35 million beraman. Yana bermay qaytib ketib, yana qaytib kelsangiz, pulga ham ola olmayman. Qo'sholmayman, do'stim. 35 ga chunki men 14 ta radnoy rog'ini berdim. 50% kraska, 50% nima? Radnoy detalligini berdim. Ko'ryapsizmi? Bu ham mashinani ko'rdingizmi? 34 million 500 ga olib 500 ming qo'yib sotganimda. Uni ko'rmay qoldim. Bir qo'l mashinadan shu. Arqalari 2016-da radnoy turuvdi mashina. 12 emasmi? 13. Ha, radnoy turuvdi. Ko'rdingizmi? 34 million 500 olib 500 ming qo'yib sotdim. 1.6 lyuks konditsioner faqat yili 13 edi, buni yili 14. Bo'ladigan bo'lsa do'stim, bu ham hozir g'animat. Mayli, savdo qilganim uchun so'rayman. O'zi 35 so'ramaychi edim. 30 million, 32 milliongacha so'rayman dedim. O'zi so'rab qo'yganim uchun so'radim. Bo'ladigan bo'lsa 35 million naqd pul. 35 million bo'lsa olaman. Bo'ladigan bo'lsa, faqat rozi bo'lib beringlar. Baraka bor, baraka. Abzorini aytib o'tib ketaman, akalar. 2014 gibrid lyuks konditsioner, asli jit bo'lgan, kraska ichiga o'tgan kraskasi yo'q. Oldi orqasi zo'r turibdi. Kim olsa 36 million, 35 millionga oldim meni. Ko'zlaringiz oldi ya. 36 million bo'lsa beraman. Motor xatoylari zo'r. Buni oldin ham ko'rdim. Instagramga ham qo'yilgan edi. Shu yigit birinchi kelganda 40 millionga bermadi. O'sha paytda men aytdim, qaytib kelsang ola olmayman deb. O'zi narx tushyapti-da, do'stim. Berish kerak edi o'sha payt. Yo'q, qara sotilmaydi. Sizlar necha pulga sotib oldim shuni hozir? 35 million. Do'stim, 36 million bo'lib sizga o'tadi. 2014. Motorlari yog' yemaydi, korobkalari zo'r. Lyuks konditsioner. Sizga 1 million qo'yib berdim. 36 bo'lib o'tdi. Siz shunga rozimisiz? Sizdan 1 million yeyman. Rozimisiz? Do'stim, mashinangizdan 1 million qo'yib sotdim. Ko'rdingiz, rozimisiz? Mana barakasi aka. Yaxshi kunlar buyursin.